Assalomu alaykum hurmatli bizni aziz kuzatib turgan obunachilarimiz, hamyurtlarimiz. Do'stlar, qaranglar, hammani pul topishdan maqsadi yaxshi yashash, oilani zo'r ta'minlab qo'yish, zo'r uy-joy qilish, xullas ko'ngildagidek yashash. Do'stlar, hozir biz Beshariqqa yetib kelganmiz. Xonadonga bitta e'tibor beringlar. Darvozani o'zini qanaqa chiroylisini qo'yishgan. Bundan tashqari do'stlar, uyni ichiga shunaqa narsa qilishgan. Agar ko'zim qamashib ketmaydi desalaring, bir qator tanishtirib o'tamiz. Qaranglar, yangi novostroyka, hamma yo'llari sekin-sekin bitkizilib do'stlar, bitta patologiya qismiga e'tibor berasizlar. Akalarimiz, andijonlik usta akalarimiz kelib tunikafon xizmatini qilib berishgan ekan do'stlar. Ammo to'g'risini aytaman, high-tech fasonda qurilgan uyga ham o'zi bitta baho berasizlar, lekin mana shu uyga yarashadigan qilib, bachkana qilmasdan skromniy fasonda do'stlar tunikafon xizmatini akalarimiz qilib berishibdi. Videoni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsangiz, siz ham yangi uchastka solyapsiz. Inshaalloh yangi uchastkangizga xuddi mana shuna qilib tunikafon qildirsangiz necha pulga tushadi? Ustalardan nima talab qilinadi? Sizdan nima talab qilishadi? Ustalar to'liq ma'lumotini usta akamizdan olib beramiz. Assalomu alaykum. Usta aka, anjoningiz sog', charchamasdan ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Oma aka, havas qildim, niyat qildim. Inshaalloh aka, mana yangi uchastka solsam, menga ham mana shunaqa qilib berasiz. To'g'risi, fasoni yoqdi. Har xil fason ko'ryapmiz. Bachkana bas, skromniy, o'ta chiroyli chiqqan aka. Aka, bitta ma'lumotini beraylik. Buni necha puldan tushgan, qanaqa materiallar ishlatilgan, eng g'amlisi hozirgi kunda davlat ishida ishlaydigan, Rossiyada musofirda ishlaydigan akalar juda ko'p. Bu uyni egasidan nima talab qilinadi sizlarga? Shularni bir qator aytib bersangiz zo'r bo'lar. Aka, bu joyimiz 04 tunikadan qilingan. 04 tunikadan. 500 kvadratdan ortiqroq joy bo'lgan. U shu 500 kvadratdan oshiq. Zo'r. Zo'r. 72 million so'mga bitta aka joy. 72 million so'mga bitta. Bu pulni ichida 140 ming so'm kvadrati 140 ming so'm bo'lgan. Buni ichida aka reykasi, samarezi, dastavkasi, lesasi, usta xizmati, tunikasi, xullas bitishi joyda, hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Hamma yo'g'i ichida bo'lib 140 ming so'mdan 1 kvadrati. O'shanda sizga uyda egasi hech narsa olib kelib bermaydi. Hech narsa olib kelib bermaydi. Samarez qolmabdi, reyka tugab qoldi, unaqa narsa bo'lmas ekan. Komplekt o'zlaring bilan birga yurasizlar. 04 tunikadan foydalanilgan. Hozirgi kunda aka o'zi qanaqa tunikalardan foydalanyapti? Chunki buni ham qalin yubqasi bor, arzon qimmati bor. Tavsiya qiladiganingiz, ertaga qo'ygandan keyin, misol shamol bor, boshqa narsa bor, tushib ketmaydigan, yo boshlasam bir xilgalar aytadi, bilmayman bu narsa men hali ko'rmaganman, zanglab ketadi, bo'lmaydi deydi, boshqa narsa deydi. Endi o'zlarini uyga qiyg'izdirishgan ham yo'qmi, bilmadim bu narsani. Chunki juda ko'p odam o'zida bo'lmaydi, lekin negativ fikr bildiradi. Qancha garantiya beriladi bu narsalarga? Aka, bunga zavoddan 15 yil kraskasiga, ko'chimashiga, zanglamasligiga garantiya berishadi. Faqat bitta anaqa bo'ladi, shu tunikafonga qaratib mo'ri chiqarib qo'ymaslik kerak bo'ladi. Shu holatda tunikani zanglashi mumkin. Faqat shu holatda mo'ri chiqarib tunikafonga qaratib qo'ysa, shu tutun chiqadi-da, tunikani holatini buzadi. Adashmasam, u tutun hamma narsani o'zi qoraytirib, to'g'risi qishki kunida haqiqatda yemirib tashlaydi. Xo'p, aka, xudo xolasa 500 kvadratdan oshiq joy bo'lgan bo'lsa, 04 lista qilib bergansizlar. Bundan tashqari aka, batta ko'rib turibmiz, chekkalariga aka naqshlar solingan ekan. Bular отдельный narxda bo'lganmi aka? Yo'q, bularni ham aka kvadratga hisoblab, o'sha shu tunikafonning ichida, asha pulni ichida. 140 mingning ichida bo'lib ketgan. Ichida kvadratga hisoblangan. Chunki juda ko'p joyda ko'rdim aka, отдельный hisoblanar ekanda, bunaqa keyin undan tashqari o'rtalarga oynadan qilishar ekan, rombi deb qo'yar ekan aka. Oynadan qilinadi, rombi bitta joyga bir dona tushishi, shuni o'rtaga misol uchun bir dona qo'yilishi 500 ming so'mga bitadi u. 500 ming so'mga bitadi. Keyin yana kosmoslarimiz bor. Kosmos to'stlar. Mana lustra holatda bo'ladi. Bir donasi 200 dollarga o'rnaydi ular. Bir donasi 200 dollarga o'rnaydi. Ya'ni u adashmasam bir 3-4 xil svetda yonadi. Svetda yonadi. O'zi 8 atrofida lampochkasi bo'ladi, o'rtasida yana bitta katta lampochka bo'ladi. Gullari yonadi har xil rangda. U 200 dollarga o'rnaydi. 200 dollarga o'rnaydi. O'zlaring olib kelib o'rnatib ham yo'g'ini qilib berasizlar. Gap aka, o'zi tunikani qalinligi qanchalikdan boshlanadi-yu, eng qalini nechiligacha bo'ladi? Endi biz tunikafonga aka 0.35 dan 0.4 gachasini tavsiya qilamiz aka. Undan yubqasi bo'lmaydi. Undan yubqasi ham bo'lmaydi, u 0.4 dan qalini ham bukilishlari tekis, chotki bukilmaydi. Qalin tunikani bukilishi stanoyda uncha chotki chiqmaydi. Shuning uchun 0.35 dan 0.4 gacha tunika eng ideal holatda chiqadi aka. Eng ideal holatda chiqadi. Hozir 140 ming so'mdan bu 0.4 bo'lgan bo'lsa, 0.5lar, shu 0.35 lari qanaqa bo'ladi aka? 0.35lar aka ko'rinishida farqi bo'lmaydi. Shu 0.35 shu joyga 0.35 tunikani polni qatarsangiz ham ko'rinishda farqi bo'lmaydi. Lekin 0.4 tunikani baribir ushlab ko'rganingizda boshqada bilinadi. Orqasida bular pechatlari bilan keladi. Ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Bo'laveradi. Bo'lsa narxlar necha puldan necha pulgacha aka?
aka 135 mingdan 140 ming so'mgacha qilyapmiz. Aytgan narsangiz hammasi kiradi ichkariga. Hamma aytgan narsalarni shuning ichiga kiradi. Gap yo'q. Do'stlar, qaranglar, 135 ming so'mdan 140 ming so'mgacha bo'lgan naqd ichida reykasi ham bor, samarasi ham bor, usta haqqisi ham bor. Bundan tashqari o'sha narsalarni olib kelib dastavka qilish kerak. Do'stlar, mashinaga ham yo'l kira haqqi so'rashmaydi. Joyda egasi faqat sizlarga oziq-ovqat qilib berish kerak. Bundan tashqari, agar uzoq joy bo'ladigan bo'lsa, yotoq joy qilib berish kerak. Gap yo'q, chunki akalarimiz hozir mana Beshariqqa do'stlar Andijondan kelib, yimminlar mana shu do'stlar chiroyli ishlarni qilib berishgan bo'ladi. Xo'p, aka, xizmatlar qayergacha ko'rsatilyapti hozirgi kunda? Hozirgi kunda aka vodiy bo'ylab xizmat qilyapmiz. Vodiy bo'ylab xizmat qilinyapti. Vodiy bo'ylab shu narx. Shu narxda vodiy bo'ylab xizmat qilyapmiz. Endi misol Toshkentga vohaga chiqiladigan bo'lsa-chi aka, eng kami qancha kvadrat bo'lishi kerak, narx qanaqa? Kattaroq kvadrat ob'yom joylar bo'lsa, 300-400 kvadrat tepasi bo'lsa aka, chiqib, u bilan gaplashamiz, xonadon egalari bilan maslahat anaqa qilib chiqib qilib berishimiz mumkin aka. Lekin hozircha vodiy bo'ylab qilyapmiz. Hozirda vodiy bo'ylab qilinyapti. Xudo xolasa aka, fason juda ko'p. Kataloglar bor. Xohlagan fasondagisini bemalol ko'rsatishadi, tanlaydigan bo'lsa, o'sha narsani qilib berilaveradi. Vodiy bo'ylab do'stlar 135 mingdan 140 ming so'mgacha 0.35 qanallikdan 0.4 qanallikgacha bo'lyapti ekan. Bundan tashqari do'stlar, ishni boshlayotganda aka qancha miqdorda zakolat berish kerak. Baribir ish boshlab olgani qanchadir muddatda qanchadir summa pul berish kerak bo'ladi. Chunki nimaga musofirda ishlayotgan akalar bor, necha puldan berib tursam, aka boshlab tursangiz oyligim chiqadi, qolganini sirazi jo'natib yuboraman deydigan akalar bor-da. O'shanga boshiga qancha pul berish kerak? Endi bu holatlar ko'proq o'sha uy egasi bilan gaplashilayotganda hal qilinadi. Endi biz aslida boshida zakolat uncha ko'p olmaymiz. Biz qachon zakolat pul olishimiz mumkin? Tunikalarni olib kelib, reykalar hamma yoqda olib kelib, shu yerga zakotovka qilib ishni boshlagan paytimizda ko'proq pul olamiz. Ungacha katta zakolat olinmaydi. Ungacha joyda egasidan $200 ozgina pul olib turiladi xolos. Yo'q, hali bir xilgilar, misol aka, menga oldindan $1000 berasan, $2000. Yo'q, unaqa narsa biz endi har xil holatlar eshityapmiz, shuning uchun zakolat katta so'ramaymiz. Ya'ni oldin ish qilinadi, keyin pul olinadi. Ish boshlanadi, pul olinadi. Gap yo'q. Aka, bu tarafda xudo xolasa, bitta ikkita eshik bor ekan do'stlar. Bu tarafga ham kirish qilib berilgan, darvozaxonalarga ham katta qilib berilgan ekan. Yeminlar xuddi shunaqa uzun darvozaxonalarga kosmoslar qo'yilyapti, to'g'rimi aka? Kosmosda ham katta kichigi bor, xohlagan razmerda qo'ysa bo'laveradi. Albatta. Gap yo'q. Do'stlar, darvozaxonani ham bitta ko'rib qo'yasizlar. Xudo xolasa, video pastda akamizning nomerlarini joylab qo'yganmiz. Aloqaga chiqadigan bo'lsalaring do'stlar, WhatsApp, Telegramlari bor. Biz bera olmagan savol bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsalaring bundan ham to'liq ma'lumot berishadi. Bundan tashqari fasonlarini, kataloglarini har xil turda qilib berishadi do'stlar. Har xil ko'rinishdagi tunuka fonlar bor. Sizga qanaqa rang yoqadi do'stlar, bemalol tashlab berishadi, katalogdan ko'rib, ko'ngilingizga yoqqanini aytadigan bo'lsangiz, inshaalloh do'stlar kelishadi, o'lchashadi, bundan tashqari chiroyli qilib berishadi. Keyin yana bitta narsani videoda oxirida aytib ketishdi, men o'zim nima qildim do'stlar, imенно tunuka fonda bir xilgina o'ylaydiki, men oddiy misol mana shu darvozaxonani o'zi 100 kvadrat chiqadi desa, bunga 100 kvadratdan oshiq tunuka fon ishlaydi. Chunki bunda bukilish hisobi bor. Har bitta narsani, mahsulotni, materialni o'zining qiymati bor. O'shanga qarab pul olinadi. To'g'rimi aka? Misol 100 kvadratli joyga 100 kvadratdan oshib ketadi, to'g'rimi? Oshib ketadi. 100 kvadratdan oshib ketadi. Shuni ham do'stlar inobatga olib qo'yasizlar deyman. Chunki juda ko'p odam keladi-da, joy 100 kvadratida 150 kvadratga pul olib ketdi. Yo'q, bu akalar tunukani bukilgan hisobini ham hisobga olinglar. Chunki u ham material, unga ham pul sarflanadi, unga ham odam ishlab mehnat qiladi. Xudo xohlasa to'liq ma'lumot beradigan umiddamiz. Akamizni video pastda nomerlarni qoldirganmiz. Aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, vodiy bo'ylab 135 ming so'mdan 140 ming so'mgacha, 0.35 dan 0.4 qanalligacha tunuka fonlari do'stlar chiroyli qilib, xuddi mashina ko'rinishlarda qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh hammamizga mashinaga dang'illarni uchastkani solib, chiroyli remontlar qildirish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Do'stlar, erta kunda xayrlashib qo'yibmiz-ku, lekin mana yerda o'tdan ham zo'r chiqqani, ya'ni chiroylisi. Hamma narsani o'ziga yarasha fasoni bo'ladi. Qaranglar, mana o'sha aytilgan kosmos, bundan tashqari o'sha aytilgan 0.35 qanallikdagi tunuka fonni do'stlar bu joyimizga qilib berishgan ekan. Aka, bitta qisqacha ma'lumotini beraylik. Nimaga? Hali video boshida aytdik-ku. Bunisi ham bo'lgan ekan, eng qizig'i kosmoslari ham bor ekanda. Odamlar hamma narsani xudo xolasa bugungi videoda aytilgan narsani ko'rishar ekan. Bu necha kvadrat bo'lgan? Aka, bu yer 387 kvadrat bo'lgan. 0.35 qanallikda tunikadan bo'lgan. Tunuka fondan bo'lgan, zo'r. Hamma kosmoslar, 3 ta kosmos qo'yib berganmiz. Jami shu obyektimiz 62 million so'mga bitgan. 62 million so'mga bitgan. Bu ham xuddi o'sha narsa, aka, hamma narsa o'zingizdan. O'zimizdan shuni bitkizib berishga kelishilgan. Gap yo'q. Hozir bu kosmos necha rangda yonadi aka? Bu aka 4 xil 5 xil rangda o'rtasida yonadi. 8 ta atrofida plafoni bor va o'rtada bitta katta
45 vatligida. Gap yo'q, zo'r. Do'stlar, kosmos qo'yaman deydi. Mana shu 200 dollarga o'rnagan aka bu. 200 dollarga o'rnagan. Do'stlar, mana 200 dollarga xuddi mana shu ko'rinishda o'rnaydi. Haqiqatda qaranglar, kosmos nomiga yarasha do'stlar. Katta narsa ekan, to'g'risi bor, juda chiroyli bo'libdi. Bu xonadonimizga ham bitta baho berasizlar do'stlar. Batta, xo'p, yonlariga ham do'stlar chiroyli qilib kombinatsiyali gullarni qilishgan ekan. Bu ham o'ziga yarasha chiqqan ekan. Xudo xolasa do'stlar, ko'rib turganlaringdek, xohlasangiz 0.35 ligidan qildiring. Xuddi mana shu ko'rinishda bu ham bir xil, sifati zo'r. Zavod tomonidan 10 yil garantiya bor. Akamiz aytganlaridek 0.4 ligida ham xuddi shunaqa bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa akamiz aytdilar, vodiy bo'ylab xohlagan, vodiyda xohlagan nuqtasidan telefon qiling do'stlar. Faqat pulini berasiz, xolos. Men uyda egasi hozir yolg'on gapirish yo'q. Hamma yolg'ondan qo'rqadi, inshaalloh men ham qo'rqaman. Uyda egasi aytayapti, akamizga sizlarda zo'r ekan. Rekalarni ham, samarezlarni ham, lesalarni hamma yo'lda o'zlaringni olib kelar ekansizlar, menga juda udobniy tushdi deyapti. Siz ham mana shunaqa ovora bo'lishni xohlamasangiz, akamizga pastdagi nomerga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, inshaalloh uyingizni xuddi mana shunaqa chiroyli qilib atalib telefon qilib berishadi. To'liq ma'lumot berdik degan umidda sog' bo'linglar.